Kameraga qarab aytay shu gapni. 2 yil umrimga o'sha qiz uchun afsuslanaman. Undan ko'ra ota-onamga, boshqa insonlarga sarflasam, yoru birodarlarimga sarflasam, undan zo'r ish bo'lmasdi. O'ylanganmisiz? Yo'q, bo'ydoqman. Tanlayapsizmi yo ikkilanayapsizmi? Ochiqchasiga. 31 ga to'ldingiz. Deylik oyligingiz misol 5-6 million, 10 milliongacha boradi. Oilani bemalol tebratasiz. 20 millionga yaqinroq oylik olaman. O'z davlat ishida ishlayman, yaxshi oylik olaman. 2 yil bir qizni yaxshi ko'rdim. Onamga, otamga aytdim, "Men shu qizni sevdim, olaman, va'da berdim, erkak labzim" dedim. O'sha paytda u qizni o'ziga ham aytganman, "Seni olaman, men mujik, erkak, Qashqadaryoliklar bitta gapiradi, olaman, tamom" deganman. Bo'ldi yurdik, sevaman, olaman, rosa qattiq yaxshi ko'rdim. Даже ota-onam, qarindosh urug'larim hammasi qarshi bo'lgan edi-da. Mana kecha o'zi uzil-kesil hamma narsa eks bo'ldi. Yigit kishi har xil sinovlarga duchor bo'ladi. Men ham hayotimda shu o'tgan yili juda og'ir kechdi-da hayot. Mashinalar bor edi, ko'p narsalarim bor edi, avariyalar bo'ldim. Keyin o'zi to'ylar qilishim kerak edi. Sandan zo'ri yo'q deb yurgan edi. Shu paytgacha. Yigit kishining sinovlari kelgandan keyin yo'q bo'lib qoldi. Men sog'liklarim ham ko'tarolmay qoldi. Operatsiyalar bo'ldimda, hol ahvol so'rash yo'q. Nima holing kechyapti deb bittagina to'yga pul topa olmaganimdan o'sha paytda отказ qildim. Ozgina sabr qilib turgin, olaman dedim. Yo'q, mana xulosa chiqardim. U meni yaxshi ko'rmagan ekan. Bo'ldimi? U yaxshi ko'rmagan, shunchaki variant sifatida ko'rgan meni. Shu qanaqadir variantlar chiqib qolsa ketaman, yo bo'lmasa men buni ushlab turay. Va prosta umrimga achinaman. 2 yil umrimga achinaman. Undan oldin zo'r qizlar bo'lgan. Onam aytdi, "Qishloqda qizini olaver, soddagina bo'ladi, beozorgina bo'ladi, seni ozginagina topganingga qanoat qiladi. Ko'p narsani ko'rmagan u. Va nimadirni ko'rsatsang, "Vau" deydi ular. Bu yaxshi qiz emas dedi. Munosib emas bizada oilaga dedi. Men onamga respekt to'ppa-to'g'ri aytgan ekan. Men 31 ga kirib, endi bildim ota-onani tajribasiga qoyil qoldim. Maza qilyapman hozir o'sha ketganiga. Qarsa zo'rini oldim, onamni rosa ranjitganman-da. Siz olib bermayapsiz, meni o'qitdingiz, izlantirdingiz, shunchalik mehr berdingiz, lekin bitta oxiriga shu qizga turib bering deganimga juda achchiq gaplar ham gapirib yubordim-da, qo'pol gaplar gapirib yubordim. Ona, uzr, abdushi va onajonimni yaxshi ko'raman.